Assalomu alaykum aziz qardoshlar. Bugun futbol bo'yicha bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida qardosh xalqimizdan biri bo'lmish Turkiya Jumhuriyati, ya'ni Anadolu'dagi turklar terma jamoasi kutilmaganda mag'lubiyatga uchradi. Turkiya Jumhuriyatining terma jamoasi haqida, jahon chempionatlaridagi o'yinlar haqida qisqacha bir tanishib o'tamiz. Demak, Turkiya Jumhuriyati terma jamoasi dastlab jahon chempionatiga 1954-yil Shvetsariyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida qatnashgan, guruhdan chiqa olmagan. Keyingi jahon chempionatiga bularning tashrifi butun dunyoni larzaga solgan. Oradan 48 yil o'tib 2002-yil Yaponiya va Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida ular 3-o'rinni olishgan va bunda dunyoni menman degan terma jamoalarni mag'lubiyatga uchratib, ikkala mezbon jamoani ham mag'lubiyatga uchratib, yakunda dunyoda 3-o'rinda olgan. Shuni aytishim kerakki, 2002-yilgi jahon chempionati men uchun ham juda ham eng zo'r jahon chempionati bo'lgan. Chunki o'sha vaqtlarda yosh bo'lganmiz, jahon chempionatlarini har bir o'yinlarini qiziqib kuzatib borganmiz. 2002-yil bo'lib o'tgan jahon chempionatida Turkiya dastlab birinchi o'yinni Braziliyaga qarshi boshlagan edi. Braziliya 98-yil jahon chempionatida finalda Fransiyaga yutqizgandi. Demak, birinchi o'yinda Braziliya va Turkiya o'rtasidagi bahs 2-1 hisobida yakunlangan edi. Ana o'sha o'yin dahshatli va zo'r tarzda bo'lib o'tgan. Turkiya mag'lubiyatga uchragan, xuddi bugungidek Avstraliyaga 2-0 yutqizgandek. Ikkinchi o'yin Kosta-Rikaga qarshi bo'lgan guruhdagi o'yin va unda 1-1 hisobdagi durangga imzo chekkan, 1 ochko bo'lgan. Uchinchi o'yin Xitoy bilan bo'lgan. Ya'ni Xitoyda 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, 4 ochko bilan keyingi bosqichga chiqqan. Keyingi bosqichda 1-8 da Turkiya juda ham qiyin o'yin o'tkazgan, ya'ni mezbon vakillar Yaponiyaga qarshi o'ynagan, Yaponiyani 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchragan va chorak finalda esa Turkiya Senegal terma jamoasi bilan birga bahsga kirishgan. Agar esingizda bo'lsa, Senegal terma jamoasi ham sensatsiya qilgandi. Fransiya, ya'ni jahon chempionlarini adashmasam 2-0 ga mag'lubiyatga uchratib porlab chiqqandi va bu Senegal va Turkiya o'rtasidagi o'yinning qo'shimcha vaqtida 1-0 hisobidagi g'alabaga erishadi qardoshlarimiz. Natijada yarim finalga yo'llanma oladi. Va mana shu yarim finalga chiqishining o'zi butun dunyoni larzaga soladi, ya'ni Turkiyaning yarim finalga chiqib kelishi. Yarim finalda esa ularni yana Braziliya kutib turgan bo'ladi. Yarim final juda ham qiziqarli bo'ladi. Braziliya va Turkiya o'rtasidagi yarim final 1-0 hisobida Braziliya jamoasining g'alabasi bilan yakunlanadi. Braziliya finalga chiqadi. Xabaringiz bor. Finalda esa yakunda jahon chempioni bo'ladi. 3-o'rin uchun bahs Janubiy Koreya, yana bir mezbon Janubiy Koreya va Turkiya o'rtasida bo'ladi va bu o'ta chiroyli o'tgan bahsda bizning qardoshlarimiz 3-2 hisobida g'alaba qozonib, yakunda dunyoning 3-jamoasiga aylanadi va bu hozirgacha Turkiya terma jamoasi qayd etgan jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori natija, ya'ni dunyoda 3-o'rinni olgan. Biz qardoshlarimizni bu mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib qolmasligini chorlaymiz. Xudo xolasa oldinda ikkita o'yinda yaxshi o'yin ko'rsatib, g'alabaga erishib, guruh bosqichidan chiqib, mana shu 2002-yil ko'rsatgan natijalarini yana bir bor ko'rsatishiga ishonamiz. O'zbekiston va Turkiya terma jamoalari, ya'ni turkiy xalqlardan ikkita terma jamoa hozirgi kunda o'ynamoqda. Bu ikkita terma jamoani ham qo'llab-quvvatlaymiz. Biz turkiy xalqlar kamida 400 millionga yaqin muxlis turibdi sizlarning orqangizda. Ikkita terma jamoaga ham muvaffaqiyat, omad tilagan holatda terma jamoalarni mana shu mundialda yaxshi natijalar ko'rsatishiga tilakdoshmiz. Albatta, olg'a O'zbekiston, olg'a Turkiya, olg'a turkiy xalqlar, olg'a Turkiston.